Bugungi mavzumiz 8-mavzu bo'lib, tabiiy fanlarni o'qitishda STEM yondashuv. Qimmatroq bo'lgan boyagi hozir chiqyapti-ku. 500 ming, 400 ming so'm ishlayapti. O'shalarga mineral o'g'itlar bilan kerakli mineral o'g'itlarni boyitadi. Eng yaxshisi suv bu o'sha tabiiy yer ostida 3% minerallar bilan boyitilgan suv o'shadan chiqadi. O'sha quduqlar bizda amaliy mashg'ulot o'tamiz. Kechiring bizni. Aytdik hozir 20-asr testlar ma'lum almashmasida siz qo'yapsiz. Bu 8. Endi bir ikkitasini bunday qilib almashganmizda bir-birimizga. Science degan. Darsda shu qulog'iga kirdimi? Shu mavzuni o'zlashtiriladimi degan savolni bergan bo'lardik. So'radigan joyiga. Shunaqa savol bergan bo'lardik. Sizlar ham shunaqa savol tug'ildi-ku, to'g'rimi? Bunlarda ko'rayotgan vaqtimizda bunisiga oddiy ekran suvini olyapti-da, chiqib ko'ryapti, qop-qorong'u qo'yapti. Qara mana suv deyapti. Yo'q. U o'sha kerakli bakteriyalar, organizm ichkaridagi bakteriyalar ekan. Shu bakteriyalar o'ldirgan qorayib qolyapti-da. Ha, men u narsa biologik jihatdan bilmadim, kerakli bakteriyalar bor dedi. Topshirig'imiz yomg'ir suvini yig'ish modeli loyiha ishiga barcha mentorlarimiz jalb qilingan. Mana birinchi guruh hamda ikkinchi guruh. Ikkinchi guruhimizni tayyorlayotgan modeli. Uchinchi guruh. Hozir yomg'ir suvini yig'ish mana bunda ham suvda toza suv ajratib olish, yomg'ir suvidan shu suvdan toza suv ajratib olish texnologiyasi. 4-chi guruhimiz mana yasashmoqda. Judayam mentorlarimiz avjida.